Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Barchamizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. 2026-yildagi Qurbon hayiti, haj ziyorati va ziyoratchilarga bo'lgan ehtirom tafsilotlari O'zbekiston tarixidagi eng sharafli sahifalar bo'lib qolishiga ishonchim komil. O'zbekiston o'z tarixida ilk bora prezident tashabbusi bilan el yurt hurmatiga munosib bo'lgan, vatan xizmatida o'z sadoqati, fidoyiligi bilan e'tiborga tushgan 100 nafar kishi haj ziyoratiga jo'natildi. Qurbon hayiti munosabati bilan prezidentingiz qarori bilan 10 mingdan ortiq yurdoshingiz uchun bepul davolanish va jarrohlik amaliyotlari boshlanganini butun jahon musulmonlari o'zgacha quvonch bilan qabul qilgani ham ayni haqiqat. Tarix kitoblarida o'qiganimizdek, o'zbek xalqi chindan ham yagona bir oilaga o'xshaydi. Katta millat, ammo bir oila. Bu millat odamlari qadimdan bir-biriga yordam berib, bir-birini qo'llab-quvvatlab yashagan. Janob prezident tomonidan amalga oshirilayotgan ezgu islohotlar, inson qadri tamoyili va el manfaati uchun qilinayotgan xayrli ishlar bizga o'zbek xalqining azaldan mashhur bo'lgan oliyjanob qadriyatlarini eslatadi. Aslida butun dunyodagi barcha musulmonlar aynan mana shu yo'ldan borishi lozim. Shunda oramizda kambag'al, muhtoj, kasallar bo'lmaydi. Kim bir mo'minning bu dunyodagi g'amlardan birini yengillashtirsa, Alloh uning qiyomatdagi g'amlaridan birini yengillashtiradi. Kim qiynalgan kishiga yengillik qilsa, Alloh unga dunyo va oxiratda yengillik beradi deb marhamat qilganlar. Imom Buxoriy va Imom Moturidiy kabi islom nurini ziyoda qilishga xizmati singan minglab allomalar yurti bo'lgan O'zbekiston diyorida bir necha yildan beri ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan olim sifatida aytamanki, Payg'ambar alayhissalom targ'ib etgan yaxshilik yo'lidagi odam saodatli odamdir. Prezident Mirziyoyev esa aynan shundaylarning biri. Bugunning faqat va faqat yaxshiliklar ulashuvchisidir. Aynan uning sa'y-harakatlari tufayli o'zbek jamiyatida ham, jahonda ham islom qadriyatlari kundan kunga mustahkamlanib bormoqda. Alloh taolo bu xizmat egasini qilayotgan barcha yaxshiliklarga munosib tarzdagi ajrlarga muvaffaq qilsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Ey Imom Buxoriy vatandoshlari. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.